Balvin to'rtinchi xalqni sevadigan va juda ham xalqparvar va dinparvar qirol bo'lmagan. Balvin to'rtinchi unday qirol bo'lmagan. Balvin to'rtinchining bizga bunday qirolligi to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lishimizning asosiy sababi bu uning ustozidir. Ya'ni uning asosiy tarixini ustozi yozgan va ustozlar hech qachon o'quvchilarni yomonlashmaydi. Buni barchamiz bilamiz. Ammo boshqa tarixchilar, masalan, Yevropadagi tarixchilar Balvin to'rtinchining aslini ko'proq ochib yozgan. Balvin to'rtinchi Rim papasini hafsalasini bir necha marotaba pir qilgan. Garchi Rim papasi bo'lmaganda Balvin to'rtinchi hech qachon taxtga chiqa olmaydi. Biz bu haqida o'tgan videomizda gaplashganmiz. Agar u videoni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishingizni tavsiya etaman. Va o'sha vaqtdagi Qudus qirolligi salibchilar, ya'ni papaning yordamisiz umuman Qudusni ushlab tura olmas edi va shunga qaramasdan ham Balvin to'rtinchi deyarli umuman papaning gapini nazarga olmagan va o'z bilganidan qolmagan. Balvin to'rtinchi shunday ishlar qilganki, bu ishlar uni nafaqat unchalik diniyparvar inson emasligini, balki xalqini unchalik sevadigan shaxs emasligini ham ko'rsatadi. U shunchaki taxtda qolishni xohlagan xolos. Birinchi qilgan ishlari bu taxtga chiqishi bilanoq, ya'ni 15 yoshida unga saylangan regent olib tashlab, o'zi qirollikni qo'lga olishi bilanoq Reynald of Tripolni taxtdan butkul va harbiy ishlardan butkul chiqarib tashlaydi. Bu esa albatta Rim papasini juda ham xafa qiladi, chunki Rim papasi Reynald of Tripolni boshqacha hurmat qilar edi. Uning o'rniga esa papani yanada asabini tuzib Reynald of Chatillonda olib keladi. Reynald of Chatillon o'zining reckless, ya'ni hech ham o'ylamasdan chiqaradigan qarorlari va cherkovga hech qanday hurmat ko'rsatmasligi bilan mashhur edi. Va aytgancha, muqaddas zamindagi Reynald of Tripolni Balvin to'rtinchi tomonidan kaltaklab jazolanishi bu shunchaki uydirma. Real hayotda esa hech qachon Balvin to'rtinchi Reynald of Tripolni jazolamagan. Aksincha, Balvin to'rtinchi Reynald of Tripolni qo'llab-quvvatlaydigan shaxslardan biri bo'lgan. Aslida Rim papasi Reynald of Tripolni davlatni butkul boshqarishini Qudusni xohlardi. Ya'ni Balvin to'rtinchi shunchaki nomigagina qirol bo'lib, butun boshqa davlatni Reynald of Tripol boshqarishini xohlardi. Ammo Balvin unday bo'lishiga yo'l qo'yib bermadi albatta. Qilgan ishi bundan ham dahshatliroq bo'lgan. O'sha davrda, ya'ni o'rta asrlarda qirollarning cherkov rahbarlarini saylashga aralashishi odatiy holat bo'lmagan. Ammo Balvin to'rtinchi onasining gapiga kirib cherkov saylovlariga aralashgan va Qudusning bosh patriarxi etib Kassiniyalik Rekni tayinlagan va ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra u esa aslida juda ham sutxo'r odam bo'lgan. Aslida Rim papasining farmoniga ko'ra esa Balvinning ustozi William of Tyre Qudusning bosh patriarxi bo'lishi kerak edi. Ammo Balvin onasining gapini ma'qul ko'radi va boshqa odamni saylaydi. Keyingi aytadigan ma'lumotim esa Balvin to'rtinchi aslida unchalik ham xalqparvar inson bo'lmaganligini ko'rsatadi va aslida Qudusdagi salibchilarning hukumatini yiqilishiga sabab bo'lgan inson. Geydi Rusillonni aslida Balvinning o'zi ongli ravishda atayin tanlagan edi. Ya'ni Balvinning opasi Sibiliyaning turmush o'rtog'i vafot etgandan so'ng Reynald of Tripoli va uning bir nechta hamkasblari, ya'ni ittifoqchilari Balvin to'rtinchini taxtdan ag'darish maqsadida katta qo'shin to'plab taxt Qudusga kela boshladi va albatta Balvin to'rtinchi bundan xabar topdi. Asl olganda Reynald of Tripoli shunchaki o'zi Balvinni taxtdan ag'darib, o'zi taxtga chiqa olmas edi. Chunki uning bunday haqqi yo'q edi. Shuning uchun ham ular Balvinning opasi Sibiliyani Balian of Iberaning akasiga uzatish orqali bu ishni amalga oshirmoqchi bo'ldi. Ya'ni opasi turmush qurgandan so'ng Balvinni majburan opasining foydasiga taxtdan voz kechtirish. Va Balvin albatta bu vaqtda taxtdan voz kechishni xohlamadi va unga tezlik bilan kuyov kerak edi. Ammo Yevropadan kuchli biror bir shahzoda qidirishga vaqt yo'q edi, vaqt juda kam edi va shuning uchun Balvin to'rtinchi xayoliga kelgan birinchi odamni opasini uzatdi, ya'ni Geydi Rusillon. Aslida olganda Geydi Rusillonni u vaqtda Qudusga kelganiga hali bir oy ham bo'lmagan vaqt bo'lgan va shunchaki odam yo'qligi uchun unga turmushga berishgan. Bu yerda Rim papasini asabini buzgan narsa, Rim papasi aslida xuddi o'sha vaqtda Sibiliya Geydi Rusillonga turmushga chiqayotgan vaqtda Yevropada biror bir kuchli shahzoda qidirayotgan edi. Sibiliyani turmushga berish uchun, chunki Balvinning vafotidan so'ng davlatni boshqarishga odam kerak. Aslida esa Rim papasining qalbida shunday bir narsa tugib turilgan ediki, kuchli bir shahzoda topishi bilanoq va Sibiliya bilan turmush qurishi bilanoq Balvinni taxtdan chetlashtirish niyati bor edi. Ya'ni Rim papasining ham. Ammo chunki o'sha vaqtga kelganda Balvin allaqachon butkul falaj bo'lib bo'lgan va u hech qanday jangga chiqa olmas edi va o'sha davr o'rta asrlar
qonunlarga ko'ra qurol bu mamlakatni anglatgan, bu o'sha davlatning kuch-qudratini anglatgan va Rim papasining fikri bo'yicha o'zi falaj bo'lib qolgan qurol boshqa insonlarga bu davlatning qanchalik ojiz ekanligini ko'rsatadi deb o'ylashgan. Ularda shunday fikr bo'lgan. Ammo Balvin to'rtinchi judayam tezlik bilan qaror qabul qiladi va Reynaldo Tripoliga yetib kelguncha to'y o'tkazib bo'lingan edi. Ammo oradan biroz vaqt o'tgani uchun Balvin to'rtinchi bu ish uchun asoslandi, ya'ni Gey de Lusignga turmushga berganligi uchun. Yo'q, Gey de Lusignan Balvinni taxtga tortib olishga harakat qilmaydi, chunki Gey de Lusignan hech qanday bir siyosiy kuchga ega emas edi. Qudusda uni hech bir vazirlar yoxud baronlar qo'llab-quvvatlashmagan, barchasi uni yoqtirishmagan, chet ellik bo'lganligi uchun va uning yagona qo'llovchisi bu qirollik oilasi edi. Ammo Gey de Lusignan ochiqchasiga Balvinni kasalligini ularning o'sha vaqtda bo'lgan fikri bo'yni, ya'ni cherkovning fikrini qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni buni Xudoning la'nati deyishadi. Xristianlar uchun xuddi shunday bo'lgan. Mohol kasalligiga chalinish bu Xudoning la'nati. Ya'ni odamlar bilmaydigan biror bir gunohi tufayli Xudo ularga la'nat jo'natdi. Va bu gapni har holda Balvinning yuziga yetmagan bo'lsa-da orqadan aytilgan. Papasini Balvin to'rtinchi juda ham jahlan chiqqanligini yana bir narsa ko'rsatadiki, Rim papasi majlis qiladi. Ya'ni barcha davlatlarning diniy patriarxlarini chaqirib Yevropadagi va u mohovlar haqida bir qonun chiqaradi. Qonunga ko'ra bu kasallikka chalingan insonlarni butkul oddiy aholidan ajratish buyuradi va ularni hech bir siyosiy mansab yoxud oddiy bir mansabga tayinlashda bekor qilib, ularni butkul bir koloniyalarga bo'lib chiqishni buyuradi va bu Balvin to'rtinchiga ochiqchasiga hujum edi. Ya'ni u mahol kasalligiga chalingan istalgan insonni biror bir qonuniy merosni olishdan va bundan tashqari biror bir mavqega ega bo'lishdan mahrum qildi. Ya'ni u Balvin to'rtinchini xuddi o'sha yo'l bilan siqib taxtdan chiqarishga urinadi, ammo bu ham ish bermaydi. Keyinchalik Rim papasi Qudusga yordam jo'natishni to'xtatadi, ya'ni askarlar, templyorlar jo'natishni. Ko'pgina Yevropada yashagan tarixchilar Balvin to'rtinchi haqida butkul boshqacha fikrlar yozishgan. Eng ko'p aytgan gapi bu jizzaki bolakay, ya'ni uni taxtda o'tirgan bir qirol emas, balki jizzaki bolakay deyishgan, chunki uni to'g'ri Rim papasiga qilgan qarshi ishlari uni fikrini bepisand qoldirishi tufayli. Va aslida olganda Balvin to'rtinchi tasvirlangandek shaxs bo'lmagan. Bu yerda juda ham ko'p bo'rttirishlar bo'lgan ustozi tomonidan. Ammo biz yevropalik yozuvchilar 100% haq deya olmaymiz. Chunki agar Balvin rostdan ham ular tasvirlagandek jizzaki bolakay va Xudoning la'natiga uchragan, Qudusda salibchilar tomonidan yuksalib ketishiga yagona bo'lgan to'siq bo'lganda, Balvin to'rtinchi vafot etgandan so'ng ular kelib Qudusni boshqarishi, Qudus taxtini olishi kerak. Ammo ular shunda ham Qudusga yetib kelishmadi. Barchasi o'zlarining janglari bilan band edi. Ko'pchilik Yevropa qirollari xuddi o'sha vaqt o'z o'g'illari bilan taxtga oshayotgan edilar. Va shunday qilib bu yerda aynan bir tarafni 100% haq deya olmaymiz, chunki barcha taraf o'z manfaatlarini o'ylagan edi. Albatta bularning barchasi meni o'zimning fikrlarim, yuqorida aytgan 3 ta faktdan tashqari, ya'ni o'zimni o'qigan kitoblarim bo'yicha mening o'z fikrlarimni sizlar bilan ulashdim va sizlarni ham o'z fikrlaringizni yozib qoldirishga chorlab qolaman. Biz bilganimizdek, tarix hech qachon bu 100% fakt emas. Barcha taraflar, ya'ni ikki taraf ham o'zlarini haq qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Bu har doimgi holat. Va yana qaytarib aytaman, men bu videodagi 3 ta yuqorida aytib o'tgan faktlar, ya'ni Balvin to'rtinchining cherkov saylanishiga aralashishi, Reynaldo Tripolini chetlashi va singlisining, ya'ni opasining turmush o'rtog'i bo'yicha qilgan qarorlari real fakt va qolganlari esa meni o'z mulohazalarim, fikr mulohazalarim. Va keyingi videomizda biz o'z onasi tomonidan atayin bilgan holatda 13-14 yoshigacha qiz bola sifatida tarbiyalangan shahzoda haqida gapiramiz va u shahzoda keyinchalik Yevropaning bobosi, ya'ni grandfather deb aytilgan. Va u shahzoda fransiyalik bo'lgan. Balki kommentariyada u shahzoda aslida kim ekanliklarini o'zlaringiz yozib ketarsizlar. Ko'rishguncha.